Alhamdulillah. Voy. Duolar ijobat bo'ladigan vaqtlar bor. Va duoni eng tez ijobat bo'ladigan vaqti bu iftor vaqti ekan. Undan tashqari yomg'ir yog'ganda ham o'qiladigan duolar bor. Allohumma soyiban nafi'an. Ustozimiz aytardilar, yomg'ir yog'ganda ko'p duolar qilgan, bu ham duolar ijobat bo'ladigan vaqtlarga kiradi deb. Hozir men bitta duo o'qib yuraman. Shu bilan sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Balkim bilarsizlar, biladiganlarga eslatma, bilmaydiganlarga yengillik bo'lsin. La ilaha illallohul malikul haqqul mubin. Kimlar rizqi keng, rizqi mo'l, rizqida baraka bo'lishini xohlasa, ertalab bomdod namozidan keyin quyosh chiqqunga qadar va shom namozidan keyin 100 martadan o'qib yurish kerak bo'lar ekan. Men shunaqa o'qib yuraman va kun davomida ham yo'lda ketayotganimda ham o'qib yuraman. Natijasini qisqa vaqt ichida ko'rdim. Yangi imkoniyatlar eshigi ochilyapti. Vaqtimda baraka bo'lyapti. Alhamdulillah, barchasi Allohning izni bilan. Biz sababini qilamiz, natija esa Allohdan.